iltimos birlikka bitta bossangiz shablonlar chiqib kelyapti. Bitta bossangiz shablonlar chiqib keladi. Bu yerda masalan qorin og'rig'i bo'yicha turli bola. Ha, endi siz Ariza sababiga nima yozamiz? Kasallik bo'yicha. Yangi epizodda endi bola nima? Savol javob qilasiz-ku, to'g'rimi? Nima uchun kelding? Ha, bunaqa bo'lib og'riyapman. Demak, epizod. Murojaat epizodining nomini kiritamiz bu yerga. Nima uchun murojaat qildi? Kasallik uchun murojaat qildi. Ha, kasallik deb yozamiz. Yozib bo'ldikmi kasallik? O pastga tushing tilga. O pastga tushing ha. Ha, hali shuni tanlang. Bo'ldi o'tdi. 9 deydi. Ha, qolganlarimi? Kelishayotganda. Hop, uchrashuvni bosganimizdan keyin oyna ochiladi. Bu yerda ma'lumotlar chiqib keldi. Xodimning o'rniga poliklinikadagi birorta shifokorni tanlaysiz. Qaysi shifokorga jo'natayotgan bo'lsangiz, siz endi maktabdan turib hozirgi paytda shahargacha bemalol jo'natishingiz mumkin. Masalan, Andijon viloyat bolalar stomatologiya poliklinikasiga, viloyat qon quyishga jo'natishingiz mumkin. Viloyat ko'z kasalliklar shifoxonasiga, OITSga, spidga qarshi kurash markazlari hamma yerga jo'natsangiz bo'ladigan bo'ldi. Bunda ham o'zingizga yaqin hududiy bir poliklinikani tanlab turib, o'sha joyda xodimini tanlashingiz mumkin va qabul joyini kasalxonada deb belgilab jo'natishingiz mumkin. Shuni jo'natish qabulni qo'yishni bossangiz,